O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyev. Butun dunyo nuriga, go'zallikka to'lgan shu dilbar faslda jonajon diyorimizga sharqona yangi yil Navro'zi olam kirib kelmoqda. Millat uchun, xalq uchun deb yashasangiz, vatan va xalq ham sizni e'zozlab boshiga ko'taradi. Yangi O'zbekistonning oltin avlodi bo'lib, uning zafar bayrog'ini baland ko'tarishdan hech qachon to'xtamang, aziz farzandlarim. Tabiat uyg'onishi va ruhiy poklanish ramzi bo'lgan mana shunday qutlug' ayyomlar bilan sizlarni, ko'p millatli butun xalqimizni chin qalbimdan samimiy tabriklayman. Bayram barchamizga muborak bo'lsin. Navro'zi olam diyorimizga tinchlik va baxt olib kelsin. Yangi O'zbekiston Navro'zi yuksalish va taraqqiyot davri xalqimizga ravnaq va farovonlik ato etsin. Barcha pok niyatlarimiz amalga oshsin. Yaratgan Parvardigor jonajon vatanimizni o'z panohida asrasin. Yangi kun, yangi baxt barchamizga muborak bo'lsin.